31 savol. Kumush nitratining 0,2 molarli 200 ml eritmasiga nikel plastinka botirilganda qanday jarayon sodir bo'ladi degan savol berilyapti. Demak, nikelda massasi 59, massasi 59, buni massasi esa 216. Plastinkani massasi ortishi aniq. Demak, plastinka massasi ortadi. 1 degan javobni olasiz. Demak, 1 joyga javob olsangiz B bilan C chiqib ketadi. Endi biz nikel eriydi deyapti. Qancha erishini topishimiz mumkin. Ya'ni ortishini qayerdan bildik? Mana 59 gram nikel solinyapti, 216 gram kumush hosil bo'lyapti. Qanchaga ortganligini ham topsa bo'ladi. Bizga u shart emas, lekin mana yerda 340 gram kumush nitrat yoki molda hisoblasak ham bo'laveradi. Tayyor mana moli bor. 2 mol reaksiyaga kirishganda 59 gram nikel reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, 0,2 molarli degani 0,2 mol modda 1 litrda bo'lsa, 0,2 litrda qancha deydigan bo'lsa, mana yerda 0,04 mol bo'ladi. Ya'ni bundan 0,04 mol reaksiyaga kirishganda bundan qancha reaksiyaga kirib erishini topsa bo'ladi. Demak, 59 da ko'paytiramiz 0,04 ga va shuni bo'lib qo'yamiz 2 ga. 1,18 gram. 1,18 gram demak nikel eriydi. 1 bilan 3 degan javob mana A javobga to'g'ri kelar ekan. 32-savol. Massasi 15 gram bo'lgan mis plastinka kumush nitrat eritmasiga tushirilganda ajralib chiqqan kumushni eritish uchun 15% nitrat kislotadan zichligi 1,085 gram taqsim millilitr 25 millilitr sarf bo'ldi. Kumush nitrat eritmasidan chiqarib olingan mis plastinkasining massasini aniqlang degan savol berilyapti. Biz vaqtdan tejashlik uchun reaksiyani yozib oldik. Ya'ni kumush nitratga mis qo'shadigan bo'lsak, mis 2 nitrat bilan kumush hosil bo'ladi. Endi bu yerdan hozir mana kumush qanchadir chiqqanini topishlik uchun biz pastdagi reaksiya kerak. Ya'ni kumushga suyultirilgan, ya'ni 15% bo'lgandan keyin suyultirilgan nitrat kislota bo'ladi. Suyultirilgan nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishib turib, kumush nitrat, azot 2 oksidi hamda suv hosil bo'lyapti. Reaksiyani tenglashtirdik. Endi masala shartida zichlik va hajm berilgan. Biz bu yerda birinchi massa topib olamiz. Demak, massa topishlik uchun formulamiz bor edi. Massa teng rho ko'paytirilgan v, ya'ni hajm. Massa teng bizda zichlik berilgan 1,085 ko'paytirilgan mana yerda 25 millilitr. Shuni ko'paytirib yuborsam, demak massasi kelib chiqadi. 1,085 ekan. 0,85 ko'paytirilgan 25. 27,125. Demak, shunimiz 100% bo'ladigan bo'lsa, bu yerda nitrat kislotani foizi 15% bo'lgan. 15% nitrat kislotani massasi qancha? Deb bo'lmasa 27,125 da ko'paytiraman 0,15 ga. Xo'p, mana yerda ko'paytiramiz 0,15 ga. Mana yerda 4,068 kelib chiqyapti. 4,068. Demak, buni olamiz. Bu nitrat kislotani ustiga olib kelib qo'yamiz. 4,068 gram nitrat kislota reaksiyaga kirishgan. 63 ni ko'paytiraman 4 ga. Demak, 252 gram nitrat kislota. Kumushning massasi 108 da ko'paytiraman 3 ga. 324. 324 gram reaksiyaga kirishganda 252 gram nitrat kislota sarflanadi. 4,058 bo'lganda qancha kumush nitrat bo'lganini proporsiya qilamiz. 324 ni ko'paytiramiz 4,068 ga va shuni bo'lib qo'yishim kerak 252 ga. 5,23 gram. 5,23 gram demak kumush bo'lgan dastlabki eritmada. Demak, metga olib kelib qo'yaman. Endi 5,23 gram bu kumush plastinka tarkibiga o'tgan. Demak, buni massasi 216 bo'lsa, mana yerda qancha mis eritma tarkibiga o'tganligini ham topib olaman. Bizga shu ikkalasi kerak. Demak, 5,23 da ko'paytiramiz mana yerda 64 ga va shuni bo'lib qo'yamiz 216 ga. 1,55 kelib chiqyapti. 1,55 gram demak mis eritma tarkibiga o'tgan.
Dastlab massasi 15 gramm bo'lgan plastinkani, mana 15 gramm bo'lgan plastinka, bundan 1,55 gramm eritma tarkibi, ya'ni mis o'tib ketyapti va bunga qo'shilyapti 5,23 gramm plastinkaga kumush qo'shilyapti. Buni massasini hisoblayman. Demak, 15 dan ayirib qo'yaman 1,55 ni va shunga qo'shib qo'yaman 5,23 ni. 18,68 gramm bo'lgan bu plastinkaning massasi. Demak, mana B javobga to'g'ri kelar ekan. 33-savol. Massalari bir xil bo'lgan va birikmalarda ekvivalentli bo'ladigan bitta metaldan tayyorlangan ikkita plastinkaning biri konsentratsiyalari mol taqsim litrlar o'zaro teng bo'lgan mis-2 tuz eritmasiga, ikkinchisi kumush tuzi eritmasiga tushirildi. Biroz vaqtdan so'ng plastinkalar eritmadan chiqarib quritildi. Bunda birinchi plastinka massasi 0,8%, ikkinchisiniki esa 16% ga ortdi. Plastinka qanday metaldan tayyorlangan degan savol berilyapti. Xo'p, demak, bizda noma'lum qanaqadir bitta metal bor. Bu ekvivalentliligi bizga ma'lum. Ikkalasi ham demak bitta metal bo'lgan, faqatgina alohida eritmalarga solingan. Bundan siz aytilyaptiki, mis-2 tuz eritmasiga, demak, misol uchun mis-2 nitratga solaylik, konsentratsiyasi bir xil deyapti. Mis-2 nitrat eritmasiga solaydigan bo'lsak, birinchi holatda hosil bo'ladi. Demak, metal 2 nitrati plus mis ajralib chiqadi. Ikkinchi reaksiyada aytilyaptiki, ikkinchisi kumush tuz eritmasiga. Demak, bir xil bo'lgancha, demak, buni ham men kumush nitrat eritmasi deb oldim. Demak, kumush nitrat eritmasiga soladigan bo'lsam, metal nitrati hosil bo'ladi va plus mana yerda kumush hosil bo'ladi. Metal ekvivalentli degan uchun bu yerda ekvivalentni olib ketamiz. Reaksiyani tenglashtiramiz, mana yerga tenglashtirsam teng bo'ladi. Endi masala shartida plastinkalar eritmadan chiqarib quritildi. Bunda birinchi plastinka massasi 0,8% ga, ikkinchisi esa 16% ga ortgan. Demak, ortganini topaman. Buni massasi 64 bo'ladigan bo'lsa, metalda massasi x bilmaymiz. Kumushni massasi 216 bo'ladigan bo'lsa, buni massasi x. Demak, metal bitta metal bo'lgancha ikkalasini ham x qilib olishim mumkin. Endi hozir qanchaga ortganligini bundan oldingi masalalarda 64 dan metal, misol uchun bironta metal bo'lganda ayirib qo'yib topayotgandik yoki kamayotgan yoki ortayotgan. Bu yerda ortyapti degan uchun 64 dan x ni kamayapti desam, va bu o'shani ayirdik. 64 dan x ni ayirib yuboraman, 64 minus x. Demak, shu yerda plastinkaning massasi demak 0,8% ga ortyapti. 0,8% ga ortyapti. Ikkinchi holatda 216 dan x ni ayirayman. 216 dan x ni ayirganda demak plastinkaning massasi 16% ga ortyapti. Demak, endi bularda bironta yaxlit songa 0,8 ga ikkalasini ham bo'lib yuborsam bo'ladi. 0,8 ni 0,8 ga bo'lsam 1 bo'ladi. 16 ni bo'laman 0,8 ga, demak 20 kelib chiqadi. Mana yerda qisqartirib ishlasam. Xo'p, demak 20 ni 64 ga ko'paytiramiz. Demak, mana yerda 1280 kelib chiqadi. 1280 minus 20 ni x ga ko'paytirsam minus 20x bo'ladi. Teng bo'ladi. 1 ni 216 ga ko'paytirsam 216 ni o'zi, 1 ni minus x ga ko'paytirsam minus x. 216 ni bu tomonga, minus 20 ni bu tomonga o'taman. 1280 dan ayirib yuboraman 216 ni, chunki bu tomonga minus o'tadi. Teng bo'ladi. Bu tomonda minus 20x, bu tomonga plus x o'tadi. Plus 20x minus x qolyapti. Demak, 1280 dan ayirib qo'yaman 216 ni. Demak, 1064. Mana yerda 1064 teng bo'lyapti 19x ga. Demak, 1064 ni bo'lib qo'yaman 19 da, shunda x massasi kelib chiqadi. X teng bo'ladi shu yerda. Xo'p, 19 ga bo'lsam 56 kelib chiqyapti. X biz o'sha metalda massasi deb belgilaganmiz. Demak, 56 massali bu temir bo'lgan ekan, C javobga to'g'ri kelyapti. 34-savol. Mis-2 xlorid va kadmiy xlorid eritmalariga plus 2 ion hosil qiluvchi metaldan yasalgan bir xil massali plastinka tushirildi. Demak, bu plus 2 ion hosil qiluvchi degani bu yerda metalimiz ekvivalentli degani. Shuning uchun biz mis-2 xlorid va kadmiy xloridlarga metal ta'sir ettirilganimizni, metalda ekvivalentli bo'lgani uchun metal xloridi ikkalasi ham hosil bo'lyapti va mis bilan kadmiy ajralib chiqyapti.
Endi aytyaptiki, birinchi eritmaga tushirilganda plastinka massasi 1,2% ga ortdi. Demak, biz hozir metalni massasini bilmaymiz. Shuning uchun metalni massasini x deb oladigan bo'lsam, buni massasi 64. Ortganini qayerdan bilardik? Ya'ni 64 dan x ni ayirganimizda qanchagadir ortgani kelib chiqardi. Shuni yozyapmiz. Ya'ni 64 minus x shundan ayirganimizda shuncha foizga ortgan. Ya'ni 1,2% ga ortyapti. Ikkinchisida aytyaptiki 8,4% ga ortdi. Demak, metalni massasi bir xil bo'lgani uchun x bo'ladi. Buni massasi 112. Demak, 112 dan ayirayman x ni. Shunda 8,4% ga ortishi kerak. 8,4% ga ortadi. Endi ikkalasini ham 1,2 ga bo'lib yuborsam bir-biriga qisqaradi. Osonroq hisoblash uchun. 1,2 ni 1,2 ga bo'lsam 1 bo'ladi. 8,4 ni 1,2 ga bo'lsam 7 bo'ladi. Shu yerda biz x ni qiymatini topsak, qaysi metalligini topsak bo'ladi demak. 1 ni ko'paytirsam 112 ga o'zi bo'ladi. 112 minus x ga ko'paytirsam x teng bo'ladi. 7 ni 64 ga ko'paytiramiz. Demak, 64 ga ko'paytirsam 448 ekan. 7 ni minus x ga ko'paytirsam minus 7x bo'ladi. Endi x larda bir tomonga, ozod sonlarda bir tomonga bo'lib olaman. Minus 7x u tomonga plus 7x bo'lib o'tadi. Demak, 7x minus x teng bo'ladi 448. 112 bu tomonga minus o'tadi. 112. 7x dan x ayirsam 6x qoladi. Demak, 448 dan ayraymiz 112 ni. 336. X ni qiymatini topadigan bo'lsak, 336 ni bo'lib qo'yamiz 6 ga. Buni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, 56 kelib chiqyapti. Demak, 56 massali, valentligi 2 bo'lgan bu temir degan javobga to'g'ri keladi. S javobda. 35-savol. Mis2 nitrat eritmasiga 47 gram temir plastinka tushirildi. Plastinka massasi x gramga teng bo'ldi. Va eritmaga 42 gram temir o'tdi. X ni toping degan savol berilyapti. Demak, plastinkaning massasi qancha bo'ldi degan savol berilmoqchi-da. Demak, mis2 nitratni reaksiyasini yozamiz mana. Mis2 nitrat plus bunga temir solinyapti. Plastinka hosil bo'lyapti. Demak, temir 2 nitrati plus undan tashqari mis ajralib chiqyapti. Reaksiyamiz o'zi teng. Temirda massasi 56, misda massasi 64. Endi o'zi dastlab mis2 plastinkaning massasi dastlab 47 gram bo'lgan. Keyin aytayaptiki, plastin x gramga teng bo'ldi va eritmaga 42 gram temir o'tdi. Demak, mana yerda 42 gram bu eritma tarkibiga o'tib ketgan temir. Shu holatda qancha mis o'tishini topib olsam bo'ladi. Ya'ni 64 ni ko'paytiraman 42 ga va shuni bo'lib qo'yamiz 56 ga. Qisqartirsak ham bo'ladi. Mana 7 ga bo'lib yuborsak ikkalasini 6 ga 8 nisbat bo'ladi. O'shanda mana yerda 48 gram demak mis plastinkaga o'tyapti. O'zi dastlab e'tibor beradigan bo'lsak 47 gram edi dastlabki plastinka massasi. Shundan 42 gram temir eritmaning ichiga o'tib ketyapti va 42 gram temirning o'rniga u tomonda 48 gram mis qo'shilyapti. Demak, mana yerda hisoblaydigan bo'lsak, 47 dan 42 ni ayirsam 5 qoladi. 48 ga qo'shadigan bo'lsam 53 bo'lar ekan. Hosil bo'lgan plastinkaning massasi 53 gram. Demak, S javobga to'g'ri kelyapti. Chunki bizda eritmaga o'tib ketyapti temir. Temir 42 gram o'tgan paytda biz qancha gram mis o'sha temirning o'rnida plastinkaga chiqishini topdik. Va 5 gram undan tashqari, mana o'tib ketgandan tashqari yana plastinka tarkibida 5 gram temir qolibdi. O'sha ikkalasini qo'shib qo'ysak ham baribir 53 gram kelib chiqadi. S javob ekan. 36-savol. 200 gram 16% li mis2 sulfat eritmasiga temir plastinka tushirilganda plastinka massasi necha gramga o'zgargan deb savol berilyapti. Xo'p, demak, mana yerda plastinka temirda massasi 56, buning o'rniga 64 chiqyapti. Biz bu yerdan bilishimiz kerakki, plastinkaning massasi ortadi. Plastinkaning massasi kamayadi degan javoblar chiqaraverasiz. Ya'ni A javob bilan mana
S javobni chiqaraveramiz. Demak 56 mana 64 dan 56 ni ayirsam, demak plastinkani massasi 8 grammga ortyapti. Endi bizga masala shartida mana mis2 sulfatni massasi berilgan. Buni massasini o'zimiz hisoblasak 160 bo'ladi. 200 grammda 16%. Demak 200 grammda 16% 32 gram bo'ladi. Buni simda qilib topsak ham bo'laveradi. 200 grammimiz 100% bo'lsa 16% qancha deydigan bo'lsak, mana yerda 32 gram. Demak 2 sulfatdan 32 gram bo'lgan ekan. Bu yerda qanchaga plastinkani massasi ortadi deb mana 8 gramni ustiga qo'yib qo'ysam bo'laveradi. Mana qisqartirish uchun ishlaganimizda ham mana metka misol uchun 320 deb hisoblaganingizda ham 2 ga 1 nisbat bo'ladi. 2 ga ko'paytirsam 16. Mana bitta vergulini hisobiga, ya'ni bitta 0 qo'shib berdim-ku, o'shani hisobiga 1.6 gramga plastinkani massasi ortadi. Bo'lmasa bu usulni tushunmaydigan bo'lsak, proporsiya orqali oddiygina holatda ishlab qo'ysak ham bo'laveradi. Ya'ni 32 ni 8 ga ko'paytirsa 256, buni 160 ga bo'lib qo'ysak ham 1.6 gram kelib chiqadi. Ham 1.6 gramga plastinkani massasi ortadi. Demak, bu javob B javobga to'g'ri kelar ekan. 37-savolga e'tibor beramiz. Kumush nitrat eritmasiga 29.4 gram temir plastinka tushirilganda plastinkani massasi 20 gramga ortdi. Reaksiyadan so'ng olingan plastinka mol miqdor bramid eritmasida eritilsa necha mol gaz ajralib chiqadi degan savol berilyapti. Xo'p, demak reaksiya yozamiz bu yerda. Kumush nitratga demak temir plastinka solinyapti. Temir plastinka solinganda hosil bo'lyapti temir 2 nitrat plus undan tashqari kumush ajralib chiqyapti. Reaksiyani tenglashtiramiz. Endi 56 gram temir solinganda buni massasi 216 bo'lardi. Demak, bu yerda qanchaga ortayotganligini topsak bo'ladi. Ya'ni plastinkani massasi 160 gramga ortyapti. Ya'ni 216 dan 56 ni ayirib yubordik. Endi masala sharti aytayaptiki, kumush nitrat eritmasi 29.4 gram temir plastinka tushirilganda plastinka massasi 20 gramga ortdi. Demak, mana yerda plastinkani massasi ortganini ustiga qo'yapman. 160 ga ortyapti. Endi bu 20 ga ortyapti. Endi aytayaptiki, ortdi. Reaksiyadan so'ng olingan plastinka mol miqdorda bramid eritmasi eritildi. Xo'p, demak qancha kumush plastinkaga o'tganligini va temirdan qancha reaksiya kirishib ketganligini topsam bo'ladi. Buni 20 ga qisqartirsam 1 ga 8 bo'ladi. 216 ni 1 ga ko'paytirsam 216, 216 ni endi 8 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak 27 kelib chiqadi. Ya'ni 27 gram bu kumush plastinkaga o'tgan. Qancha reaksiya kirishib ketganligini topamiz. 56 ni 1 ga ko'paytirsam 56, 56 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsam 7 qoladi. Demak, dastlab o'zi temir plastinkani massasi 29.4 gram edi. Shundan mana yerda 7 gram, demak, temir reaksiya kirishib ketyapti. Demak, qolgani 22.4 gram qolyapti. 22.4 gram bu plastinkada qolgan temir. Uni qolgan temir. Endi mana yerda 27 gram kumush o'tyapti. Endi aytayaptiki, vodorod bramid eritmasida eritilsa necha mol gaz ajralib chiqishini so'rayapti. Endi e'tibor beramiz, plastinkada nima bor? Plastinkada temir bor, ya'ni ortib qolgan temir bor va kumush bor. Endi bramid kislota bilan faqatgina temir reaksiya kirishadi, chunki vodorodda kumush siqib chiqara olmaydi. Faqatgina temir reaksiya kirishib turib, mana yerda gaz ajralib chiqishi mumkin. Ya'ni shunda ham ajralganda ham bizga molini so'rayapti. Ya'ni 56 gram, ya'ni temirda reaksiyasini yozib oldik. Bramid kislota bilan reaksiya kirishib, temir 2 bramid bilan vodorod chiqaryapti. Buni massasi 56 gramidan 1 mol gaz ajralib chiqyapti. Bizga 22.4 gram temir ortib qolgan-ku. 22.4 gramidan necha mol bo'ladi desam, 22.4 ga bo'ladigan bo'lsa, demak 0.4 mol demak vodorod gazi ajralib chiqadi. Bu javob mana C javobga to'g'ri kelar ekan. Uni kumush reaksiya kirishmaydi. Kumush ham bor plastinkada, lekin bramid kislota bilan reaksiya kirishib vodorod chiqara olmaydi. Ya'ni gaz ajralib chiqara olmaydi, shuning uchun uni yozmadik. Javob C bo'ladi. 38-savol. Mis2 nitrat eritmasiga X massali temir plastinka botirildi. Eritmaga 35 gram temir o'tgan bo'lsa,
plastinka massasi 64 gramm bo'lib qoldi. X ni aniqlang degan savol berilyapti. Demak, reaksiyani yozdik, o'zi reaksiyamiz teng. Demak, mana yerda 56 gramm temir va 64 gramm mis. Plastinkani massasi 8 grammga ortyapti. Biz aytilyaptiki, eritmaga 35 gramm temir o'tgan bo'lsa, demak 35 gramm temir o'tgan bo'lsa, qancha mana yerda mis ajralib chiqqanligini topsam bo'ladi. Ya'ni mis plastinka tarkibiga o'tganligini topsak bo'ladi. 35 ni ko'paytiraman 64 ga va shuni bo'lib qo'yaman 56 ga. Demak 40 gramm mis plastinka tarkibiga o'tgan ekan. Va aytayaptiki, plastinka massasi 64 gramm bo'lib qoldi. Demak, men dastlabki plastinkani massasini topishim kerak ekanda, dastlabki plastinkani massasini men bilmayman. O'sha dastlabki plastinka massasini bilmaganim uchun x oldim va shundan 35 gramm temir eritma tarkibiga o'tyapti. Ya'ni reaksiya kirishga ketib qolyapti. Uni o'rniga plus mana yerda 40 gramm mis qo'shilyapti va natijada hammasini qo'shganimda 64 gramm bo'lib qoldi. Ya'ni men eritmada dastlabki holatdagisidan 35 ni ayirib turib 40 qo'shilganda 64 bo'lib qo'yadi. Demak, shu tenglama ishlashim kerak. Minus 35 ga 40 ni qo'shadigan bo'lsam plus 5 bo'ladi. Ya'ni x plus 5 teng bo'ladi 64 ga. 5 u tomonga minus o'tadi. Demak, x teng bo'ladi 64 minus 5 ga. X teng bo'ladi shu yerda 59 ga. Demak, dastlabki plastinkani massasi 59 ga teng bo'lgan ekan. Bu A javobga to'g'ri keladi. Xo'p, 39-savol. Mis2 nitrat eritmasiga 30 gramm temir plastinka tushirildi. Reaksiyadan keyin plastinka 34 gramm bo'ldi. Eritmaga necha gramm temir plastinkasi o'tmagan degan savol beryapti. Xo'p, yaxshi, reaksiyani yozamiz. Mis2 nitrat plus temir bilan reaksiya kirishyapti-da, hosil bo'lyapti temir 2 nitrati plus undan tashqari mis ajralib chiqyapti. Buni massasi 56, buni massasi 64. Plastinkani massasi 8 grammga demak ortyapti. Bizga masala shartida aytayaptiki, reaksiyadan keyin plastinka 34 gramm bo'lib qoldi. E'tibor bering, dastlab 30 edi, keyin 34 bo'lib qoldi. Bu degani plastinkani massasi 4 grammga ortdi degani. Demak, 4 grammga plastinkani massasi ortyapti-da, eritmadan necha gramm temir plastinkasi o'tmagan. Hozir men qancha o'tganligini topsam bo'ladi. Ya'ni mana uni qisqartirsam 1 ga 2 nisbat bo'ladi. Ikkalasi ham 4 ga bo'lsa, 56 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsa, 28 bo'ladi. O'zi dastlab 30 gramm temir plastinka bo'lgan, 30 grammdan 28 grammi eritma tarkibiga o'tgan. Demak, 30 grammdan 28 grammni ayirasam 2 grammi o'tmay qolgan bo'ladi. O'tmagan bu. Chunki mana u chiqqani reaksiya kirish ketganini chiqardi. Demak, 2 gramm plastinka o'tmagan bo'ladi. Temir plastinkasi o'tmagan. Demak, bu javob mana bu javobga to'g'ri kelar ekan. 40-savol. Mis2 nitratga temir 20 gramm plastinka tushirildi. Plastinka massasi 22 gramm gacha ortdi. Eritmaga o'tgan temir massasini toping degan savol berilyapti. Demak, buni massasi 56, buni massasi 64. Plastinkani massasi 8 ga ortyapti. Endi aytayaptiki, 22 gramm gacha ortdi deyapti. Demak, o'zi bizda temir plastinkani massasi dastlab 20 gramm edi, keyin 22 gramm bo'lib qoldi. Shuning uchun 22 grammdan 20 grammni ayirib yuborsam, demak, plastinkani massasi 2 grammga ortgan bo'ladi. Demak, 2 grammga plastinkani massasi ortgan paytda qancha temir reaksiya kirishganligini topaman. Demak, men 2 bilan 8 ni qisqartirsam 1 ga 4 nisbat bo'ladi. 56 ni 1 ga ko'paytirsam 56 ni o'zi, shuni 4 ga bo'ladigan bo'lsam 14 bo'ladi. Ya'ni 14 gramm temir plastinka tarkibiga o'tgan ekan. Biz aytayaptiki, eritmaga o'tgan temir massasi so'ralgan, biz ham o'tganini topdik. Bu D javobga to'g'ri keladi. Agar o'tmaganini so'raganda dastlab 20 gramm edi, shundan 14 grammni ayirib yuborsam, mana yerda 6 gramm qoladi. 6 gramm o'tmagan bo'lardi. Biz hozir o'tganini so'rayapti, shuning uchun 14 grammi o'tyapti. Xo'p, 41-savol. 200 gramm 16% mis2 sulfat eritmasiga temir plastinka tushirildi. Plastinka massasi qanchaga o'zgargan degan savol beryapti. Xo'p, yaxshi, reaksiya yozamiz. Mis2 sulfat plus temir bilan reaksiya kirishib turib hosil bo'lyapti. Demak, temir 2 sulfat plus mis ajralib chiqyapti.
Buni massasi 56, buni massasi 64. Demak 8 grammga plastinkani massasi ortyapti. Endi 200 gram 16%lik. Demak bu 32 gram bo'ladimi? 200 grammimiz 100% bo'ladigan bo'lsa, demak 16% qancha deydigan bo'lsa, mana yerda 32 gram demak mis2 sulfat bo'lgan ekan. Buni massasi 160, buniki 32. Demak qanchaga plastinkani massasi ortganligini topsam bo'ladi. 32 ni ko'paytiramiz 8 ga va shuni bo'lib qo'yamiz. 160 ga 1.6 kelib chiqadi. 1.6 grammga plastinka massasi o'zgaradi. Demak, A javobga to'g'ri kelyapti. 42-savol. 200 gram 60% mis2 sulfat eritmasiga temir plastinka tushirildi. Plastinka massasi x grammga o'zgardi. X ni toping degan savol berilyapti. Xo'p, demak reaksiya yozamiz. Mis2 sulfat plus temir bilan reaksiyaga kirishib turib, hosil bo'lyapti temir 2 sulfat plus mana yerda mis ajralib chiqyapti. Bilyapsizki, plastinkani massasi ortyapti, ya'ni 8 grammga plastinkani massasi ortyapti. Endi bizda 200 gram 60%lik berilgan. Demak 200 grammimiz 100% bo'ladigan bo'lsa, buni 60% 120 gram kelib chiqadi. Demak 120 gram. Buni massasi 160, bunda 120 gram erigan modda bo'lgan. Xo'p, qanchaga o'zgarganini so'rayapti. Plastinka massasi x ga o'zgardi. X ni toping. Demak, o'sha qanchaga ortayotgani yoki kamayotganini so'rayapti-da bizga savolda. 120 ni mana qisqartirsak bo'ladi. 120 bilan 160 ni ikkalasini ham 40 ga bo'lsam, bu yerda 3 qoladi. Buni 40 ga bo'lsam 4 bo'ladi. 3 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsam 24 bo'ladi. 24 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam 6 bo'ladi. Demak, plastinkani massasi 6 ga o'zgargan ekan. Bu A javobga to'g'ri kelyapti. 44-savol. Kumush nitrat eritmasiga 38.4 gram mis plastinka tushirildi. Plastinka 45.6 gramga ortganda eritmadan chiqarib olindi. Ushbu plastinkani to'liq eritish uchun 24% nitrat kisloti eritmasidan qancha gram kerak? Xo'p, demak, reaksiyani yozib oldik. Plastinkani massasi qanchaga ortayotganligini bilishimiz kerak. Ya'ni 64 gram solinyapti, 216 gram hosil bo'ladi. Demak, 152 ga plastinkani massasi ortyapti. Endi masala shartida 45.6 gramga ortganda degan. 45.6 gramga plastinkani massasi ortganda qancha kumush plastinka tarkibiga o'tganini va qancha mis reaksiyaga kirishga ketganini topsam bo'ladi. Xo'p, demak mana yerda 45.6 ni ko'paytiramiz 216 ga va shuni bo'lib qo'yaman 152 ga. 64.8 gram. 64.8 gram demak kumush plastinka tarkibiga o'tgan. Endi qancha mis reaksiyaga kirishganini topaman. 64 ni ko'paytiramiz demak 45.6 ga va shuni bo'lib qo'yamiz 152 ga. 19.2 gram. Dastlabki mis plastinkani massasi 38.4 edi. Bundan 19.2 gram reaksiyaga kirish ketyapti. Demak 38 u 4 dan ayiradigan bo'lsam yana 19.2 gram bu ortib qolyapti. Ortib qolgan bo'lsa, eritmada qolgani desa ham bo'laveradi. Endi bular reaksiyaga kirishyapti. Suyultirilgan nitrat kislota bilan, chunki 24%lik. Ikkalasini ham reaksiyasini yozib oldik va reaksiyani tenglashtirdik. Bizda kumushda massasi 108, 108 dan 3 tasi 324 bo'ladi. 324 gram reaksiyaga kirishganda, demak bu yerda 63 ni ko'paytiramiz 4 ga. 252 gram reaksiyaga kirishyapti. Bizda masala shartida 64.8 gram bor. 64.8 bo'lganda bu yerda qancha reaksiyaga kirishini topamiz. 252 ni ko'paytiramiz 64.8 ga va shuni bo'lib qo'yishimiz kerak 324 ga. 50.4 kelib chiqyapti. Bu 50.4 nitrat kislotani miqdori. Endi pastda ham borda mis reaksiyaga kirishgan. Buni massasi 64 ni ko'paytiramiz 3 ga 192 bo'ladi. Buni 8 mol ni massasi 63 ni ko'paytiramiz 8 ga. Xo'p, 8 ga ko'paytirsam 504. Masala shartida bizda 19.2 gram ortib qolgan temir bor-ku, endi mis bor. O'shandan qancha mis nitrat kislota reaksiyaga kirishadi desam, 50.4 gram hosil bo'ladi. Demak, umumiy mis2 nitrati massasi tepada ham 54, pastda ham 50.4. Ikkalasini qo'shaman. 50.4 ga qo'shamiz 50.4 ni.
ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 100,8 gramm. Demak 100,8 gramm reaksiya kirishgan bu nitrat kislota. Hozir endi biz aytilyaptiki, nitrat kislota eritmasidan qancha gramm kerak? Eritmasidan kerakda bizga. 100,8 grammimiz bu 24% ga to'g'ri kelsa, 100% qancha desa, demak eritmani massasi kelib chiqadi. Xo'p, demak 100,8 ni ko'paytiramiz 100 ga va shuni bo'lib qo'yishamiz 24 ga. 420 kelib chiqyapti. Demak 420 gramm eritmasi kerak bo'lar ekan. S javobga to'g'ri keladi. 45-savol. Quyidagi moddalarning eritmasiga rux plastinka tushirilganda massasi qanday o'zgaradi deyapti. Demak, birinchi holatda kumush nitrat. Kumush nitratga rux qo'shadigan bo'lsak, rux nitrat bilan kumush chiqadi. Demak, kumushning massasi 216, ruxniki 65. Demak, 216 dan 65 ni ayirib yuborsam, demak plastinkaning massasi ortadi. Demak, birinchi holatda ortadi. 1B degan javobni olasiz. 1B ni olsangiz, demak A bilan D javob chiqib ketadi. Endi ikkinchisini qaraymiz. 2A bu tomoni bir xil ekan. To'rtinchisini tahlil qilib qo'yamiz. To'rtinchisini qarang. Marganes 2 nitratga demak nima qo'shilyapti bu yerda? Rux plastinka. Marganesning massasi 55, ruxning massasi esa 65. Demak, bu yerda marganes ajralib chiqadigan bo'lsa, massa kamayadi. Chunki bu tomonda 55, bu tomonda 65 ta'sir ettirilyapti-da. 65 dan 55 ni ayirsam 10 grammga plastinkaning massasi kamayadi. Demak, 4 kamayadi degan javobni olamiz. 4A bo'lsa, demak mana S javobga to'g'ri keladi. 46-savol. Quyidagi moddalarning eritmasiga marganes plastinkasi tushirilganda plastinka massasi qanday o'zgaradi deyilyapti. Xo'p, demak rux sulfatga e'tibor beramiz. Mana rux sulfat plus marganes soladigan bo'lsak, demak reaksiya boradi, chunki marganes ruxdan ko'ra kuchli. Demak, mana yerda marganes 2 sulfat plus mana yerda rux hosil bo'ladi. Marganesning massasi 55, buning massasi 65. Demak, plastinkaning massasi 10 grammga ortyapti. Birinchi holatda rux sulfat solinganda plastinkaning massasi ortadi. Demak, biz aytilyaptiki, plastinkaning massasi qanday o'zgaradi? 1 ortadi, 1B bo'ladi. 1B bo'ladigan bo'lsa, mana A bilan S ni chiqarib yuboramiz. Xo'p, 2 ni tekshiradigan farqini ko'raylik. Ikkalasida ham 2B, 3A, 4 ni tekshiramiz. 4-inchisi alyuminiy nitrat ekan. Demak, alyuminiy nitratga marganes plastinkasini soladigan bo'lsam, hosil bo'lyaptimi? Demak, mana yerda marganes 2 nitrati hosil bo'ladi. Plus undan tashqari alyuminiy ajralib chiqadi. Endi reaksiyani tenglashtirsak, mana yerga 2 qo'yishimiz kerak. Shunda 6 ta bo'ladi. Mana yerga 3 qo'yadigan bo'lsak, 3 kara 2 6 bo'ladi. Xo'p, demak mana yerga 3 qo'yamiz va mana yerga ham 2 qo'yamiz. 55 dan 3 tasi 165, 27 dan 2 tasi 54. Demak, plastinkaning massasi kamayapti. E'tibor bering, 165 hisob turib 54 olyapti. Plastinkaning massasi kamayadi. Demak, bu javobga e'tibor beramiz. 4A kamayadi. Demak, D javobga to'g'ri kelar ekan. Qolgan joylar farq qilmagan uchun ularni tekshirib o'tirmadik. Xo'p, 47-savol ham xuddi shunday tartibda ishlab qo'ysak bo'laveradi. 48-savol. Quyidagi moddalarning eritmasiga xrom plastinkasi tushirilganda plastinkaning massasi qanday o'zgaradi deyapti. Demak, temir 2 sulfatga xrom plastinkasini solamiz. Demak, temir 2 sulfat plus xrom ta'sir ettiradigan bo'lsa, hosil bo'ladi xrom 2 sulfat plus temir. Xromda massasi 52, buni massasi 56. Demak, plastinkaning massasi ortadi. 1B bo'ladi shunda. 1B bo'lgan javob S bilan D da, mana A bilan B ni chiqarib yuboramiz. Bularda farqi 2 da farq qilyapti. 2 ni ko'ramiz. Ikkinchisi rux nitrat ekan. Demak, rux nitrat eritmasiga demak plus xrom solishimiz kerak ekan. Demak, xrom ruxni siqib chiqara oladimi? Xo'p, yo'q, reaksiya bormas ekanda. Xrom ruxni siqib chiqara olmaydi, chunki xromdan keyin joylashganda bu reaksiya bormaydi. Reaksiya bormagandan keyin plastinkaning massasi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi degan javobni olasiz. 2S bo'ladi shunda. Bu javob mana D javobga to'g'ri keladi.
Chunki mana xrom kuchsizda ruhga nisbatan ruh kuchli, xrom siqib chiqarilmaydi. Reaksiya bormagandan keyin plastinka massasi o'zgarmaydi. 49-savol. 9,4 gramm mis 2 nitrat tutgan eritmaga 65 gramm metal plastinka tushirildi. Mis batamom siqib chiqarilganda plastinka massasi 11% ga kamaydi va eritmada metal 2 nitrat tarkibli tuz hosil bo'ldi. Metalni aniqlang degan savol berilyapti. Xo'p, demak biz hozir plastinkaning massasi qanchaligini bilamiz, ya'ni 65 gramm. Shunimiz 100% bo'ladigan bo'lsa, buni miqdorini aytyaptiki 11% ga kamaydi deyapti. 11% qancha deydigan bo'lsak, mana yerda 7,15 kelib chiqadi. Bu 7,15 grammga demak plastinkaning massasi kamaygan. Demak reaksiyani yozaman. Mis 2 nitrat unga ekvivalentli metal ta'sir ettirgan. Demak metal ta'sir ettiradigan bo'lsam, hosil bo'lyapti metal 2 nitrati plus undan tashqari mis ajralib chiqyapti. Endi bizda hozir masala shartida mis 2 nitratning massasi berilgan. Shundan qancha reaksiya kirishib ketishini topsak bo'ladi. Ya'ni qancha molda hisoblasak, masalada osonroq. Ya'ni molini topishlik uchun 9,4 gramm mis 2 nitratning massasini o'zini massasiga bo'laman. Ya'ni 188 ga bo'ladigan bo'lsa 0,05 mol reaksiya kirishadi. Demak, bundan 1 mol reaksiya kirishgan paytda bunun moli bor bizda 0,05 mol. Endi hammasi birga bir reaksiya bo'lgani uchun bundan ham 0,05 mol modda hosil bo'ladi. Misdan ham mana yerda 0,05 mol qarang. Mana yerda 0,05 mol reaksiya kirishib ketgan metal bo'ladi. Metal 0,05 mol hosil bo'lgan mis bo'ladi mana. 0,05 mol hosil bo'lgan biz. Buni massasini topishlik uchun misli massasi, ya'ni 32 ni 0,05 ga ko'paytirishim kerak. Shunda buni massasini beradi. Mana yerda metalning ham massasini topsam bo'ladi. Ya'ni metalning massasini bilmayman, shuning uchun molga ko'paytiradigan bo'lsam 0,05 x bo'ladi. Metalning massasini x deb oldim. Va mana yerda 32 ni ko'paytirib qo'yaman 0,05 ga. Demak 0,05 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mana yerda 1,6. Mana yerda ozgina xatolik ketib qoldi. 64 ni 0,05 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 3,2 gramm kelib chiqadi. Endi bu yerda hozir metalning massasi misli massasidan katta. Shuning uchun plastinkaning massasi kamayapti. Demak 0,05 x dan 3,2 ni ayirishim kerak. Shunda mana yerda 7,15 grammga plastinkaning massasi kamayishi kerak. Shu proporsiyani tuzamiz. Demak 0,05 x minus 3,2. Ya'ni shuni ayirganimda kelib chiqish kerak mana yerda 7,15. Bu 7,15 mana yerda masala shartida 15% ga kamaygan miqdori. Ya'ni biz ham hozir metalning massasi qanchadir kelib chiqardi. Misol uchun 100 bo'lsa agar 100 dan mana yerda misli massasi 64 edi. Shu yerda kamayayotgan bo'ladi-yu, mana 100 solib turib, bu yerda 64 chiqadi. Bu yerda plastinkaning massasi kamayadi. Agar plastinkaning massasi ortayotganda mana o'ng tomonda chiqayotgan metalning massasidan mana ta'sir ettirayotgan metalning massasini ayirgan bo'lardik. Shuning uchun hozir 0,05 x dan 3,2 ni ayirganimda 7,15 bo'lishi kerak. Shu proporsiyani ishlayman. Demak 0,05 x teng bo'ladi 7,15 ga qo'shib qo'yaman mana yerda 3,2 ni. Demak mana yerda 0,05 x teng bo'ladi. Buni qo'shadigan bo'lsam 10,35 kelib chiqadi. 10,35. X ni qiymatini topamiz. X teng bo'ladi 10,35 da bo'lib qo'yamiz mana yerda 0,05 ga. Demak 10,35 da bo'lamiz 0,05 ga. 207 kelib chiqyapti. Mana yerda bu x o'sha metalning massasi deb belgilaganmiz. Ruhning massasi 65, kumushning massasi 108. Bu 1 valent deb buni chiqarib olsak ham bo'laveradi. Kadmiyning massasi demak 112 edi. Buni ham chiqarib olasiz. Demak mana yerda qo'rg'oshin degan javob bo'ladi. A javobda. 50-savol. Kumush nitrat eritmasiga noma'lum massali mis plastinka tushirildi. Kumush plastinkaga batamom o'tirgandan so'ng olingan plastinka massasi
118 gram keladi. Agar olingan plastinkani to'liq eritish uchun 350 gram 70% sulfat kislota eritmasi sarflansa, dastlabki plastinkani necha foizi kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishganligini aniqlang degan savol berilyapti. Xo'p, demak, mana yerda biz bilgan qiymat hozir 350 gram bu 100% bo'ladigan bo'lsa, shuni 70% sulfat kislota bo'lgan. Ya'ni olingan plastinka 70% sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Ya'ni qancha reaksiyaga kirishganini topsak bo'laveradi. 350 dan 0.7 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mana yerda qanchasi sulfat kislota bo'lgani kelib chiqadi. Demak, 350 ko'paytirilgan 0.7 245 gram. Shuni 98 ga bo'lsam, biratura sulfat kislotani molga bo'lamiz. Bo'lamiz 98 ga 2,5 mol. Demak, sulfat kislotadan jami reaksiyaga kirishayotgan moli 2,5 mol reaksiyaga kirishgan. Endi reaksiya yozaman. Kumush nitrat eritmasiga plastinka misdan yasalgan noma'lum massali mis 2 nitrat hosil bo'lyapti. Plus undan tashqari kumush ajralib chiqyapti reaksiyada. Endi buni reaksiyani tenglashtirib olsak, agar monetga 2 qo'ysak, monetga ham 2 qo'ysak, reaksiyamiz teng bo'ladi. Masala shartida qanchadir miqdorda mis reaksiyaga kirishib ketgan, qanchadir miqdorda kumush hosil bo'lgan. Ya'ni mana yerda e'tibor beramiz, 64 gram bundan reaksiyaga kirishganda bundan 216 gram hosil bo'lardi. Bundan x mol desak agar, mana x mol reaksiyaga kirishganda bo'lsa 64x desak ham bo'laveradi. 64x dan qancha hosil bo'lishini topaman. 64x qanchadir qismi reaksiyaga kirishib ketganidan mana yerda 216x hosil bo'ladi. Endi qarang, dastlabki plastinkani massasini biz bilmaymiz. Bironta belgi bilan belgilab olsak bo'laveradi. Misol uchun katta M bilan belgilayapman, ya'ni katta M bu dastlabki plastinkani massasi. Shundan 64x reaksiyaga kirishib ketadi va bunga qo'shilgan mana yerda 216x. Shunda qo'shganda ikkalasi bo'lib turib, umumiy plastinkaning massasi 118 bo'lishi kerak. Endi bizda kumush bilan mis bor olingan plastinkada. Mana kumush bor va mis bor. Ikkalasi ham aytilyaptiki, konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Demak, konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirsa, mis 2 sulfat plus SO2 plus suv hosil bo'ladi. Va yuqorida reaksiyada ham xuddi shunaqa. Konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirsa, kumush sulfat plus SO2 plus suv hosil bo'ladi mana. Endi bizda umumiy reaksiyaga kirishgan sulfat kislotaning moli bor, ya'ni umumiy reaksiyaga kirishib ketgan sulfat kislotaning moli 2,5 mol. Endi reaksiyani ham tenglashtirib olamiz biratura. Xo'p, mana yerga 2 qo'yadigan bo'lsam, mana yerga ham 2 qo'ysak, sulfur mana suvda olgan 2 qo'ysak reaksiyamiz teng bo'ladi. Endi pastdagi reaksiyani ham tenglashtirsam, mana yerga 2 qo'yishim kerak. Suvda oldiga ham 2 qo'ysam reaksiyamiz teng bo'ladi. Endi mana bu plastinkalarda massasi bor, ikkalasining massasini qo'shganda 118 gram kelib chiqishi kerak. Xo'p, endi mana shu yerda x, y qilib belgilash kiritib olamiz. Misol uchun mana buni x deb belgilaydigan bo'lsam, buni bu ham x bo'ladi, buni qatorda sulfat kislota. Buni y deb belgilaydigan bo'lsam, buni tomonidagi sulfat kislota mana yerda y bo'ladi. Endi bizda moli bor sulfat kislotaning, ya'ni oldingi son 2 ni x ga ko'paytiradigan bo'lsam, 2x plus 2y mana sulfat kislotalar jami 2,5 mol bo'lishi kerak. Endi mana kumushning massasi 216, ikkitasi x ga ko'paytirsam 216x plus misli massasi 64, y ga ko'paytirsam 64y. Shu ikkalasini qo'shganimda mana yerda kelib chiqish kerak 118. Ikki noma'lumni tenglama yo x yo y da qisqartirib ishlashim kerak bo'ladi. Xo'p, demak, yuqorini
108 ga ko'paytirib yuboraman. Yuqorini 108 ga ko'paytirib, pastni 1 ga ko'paytiraman. 108 ni 2x ga ko'paytiradigan bo'lsam, demak, x larni qisqartirib olish uchun ishlayapmiz. Siz y ni qisqartirib olsak ham bo'laveradi, misol uchun 32 ga ko'paytirsak ham bo'laveradi. 108 ni 2x ga ko'paytiradigan bo'lsam, 216x plus 216y teng bo'ladi. Xo'p, 108 ni 2,5 ga ko'paytiraman. 108 ko'paytirilgan 2,5 270 kelib chiqyapti. 270 1 ga ko'paytirsam 216x plus 64y teng bo'lish kerak 118 ga. Xo'p, demak mana bu yerda x lar qisqarib ketadi. 216 dan ayirib qo'yishim kerak 64 ni. 152y 152y teng bo'ladi mana bu yerda 270 dan ayirib olamiz 118 ni 152 ga. 152 demak y teng bo'ladi mana bu yerda 1 ga. 152 ni 152 ga bo'lsam y ni qiymati 1 ekan. Yuqoriga olib kelib qo'yamiz. Demak 2x plus 2 ko'paytirilgan 1 mana y ni o'rniga qo'yapman. Shu teng bo'lish kerak 2,5 ga. Demak 2x teng bo'ladi 2,5 minus 2 ga. Demak mana bu yerda 2x teng bo'ladi 0,5 ga. X ni qiymatini topadigan bo'lsam, demak x teng bo'ladi mana bu yerda 0,5 ni 2 ga bo'lsam 0,25 ga. Ya'ni x bilan y ni qiymatini topib oldim. Endi bu yerda kumushni massasini topsak ham bo'laveradi. Endi biz bu yerda hozir reaksiyadan o'tgan kumushni massasini topsak bo'ladi. Mana x miqdorda. Endi mana y ortib qolgan mis bo'ladi. Ortib qolgan mis. Endi demak mana bu yerda kumushni massasini topib olaylik. X ni qiymati bizda 0,25 chiqdi. Demak x ni ko'paytiraman. Demak mana bu yerda hisoblayapmiz. 0,25x chiqdi. 0,25x. Buni qiymati x o'chirib turamiz. 0,25 bu x ni qiymati edi. Shuni ko'paytiraman 216 ga. 216. Demak mana bu yerda ko'paytiradigan bo'lsam 54 gram. Demak 54 gram mana bu yerda kumush qoplangan. Endi bu qoplangan mana bu yerga yozib qo'yaylik. O'tgan kumush bo'ladi. Demak mana 216 ni o'rniga bu yerga qo'ysak bo'laveradi. Endi buni 54 gram bu yerga o'tgan bo'ladi. Mana 54 gram o'tgani va mana bu yerda qancha reaksiya kirishib ketgan misni ham topib olsam bo'laveradi. Demak reaksiya kirishib ketgan misni massasi. Xo'p, 64 ni ko'paytiramiz 54 ga va shuni bo'lib qo'yamiz 216 ga. Demak 16 gram reaksiya kirishib ketgan. Qolgani ortib qolgan. Endi bunday qilamiz. Mana o'zi bizni noma'lum deb mana yerda belgilab oldik. O'sha dastlabki plastinkaning massasi. Shu yerda 64 ni o'chiramanda. Demak 64 gram mana yerda 64 gram emas 16 gram reaksiya kirishib ketyapti va 216x yani mana uni ham o'chirib qo'yadigan bo'lsam, buni ham qancha qo'shilayotganini topdim. Endi 54 gram qo'shilganda 118 bo'lib qolyapti. Bu yerda dastlabkisini topib olamiz. Demak m teng bo'ladi. Demak 16 minus 54 bo'ladi. Ya'ni 54 dan 16 ni ayiramiz. 54 dan ayiramiz 16 ni. Demak 38. 38 tomonga minus o'tadi. Shundan ayiraman 118. Demak 80 qolar ekan. Demak dastlabki metallda massasi, plastinkaning massasi demak mana yerda 80 bo'lgan. Bizga masala sharti aytayaptiki, necha foizi kumush nitrat bilan reaksiya kirishganligini aniqlang deb. Demak o'zi dastlabki holatda 80 bo'lgan, 80 imiz 100% bo'ladigan bo'lsa, shuni bizda 16 gram reaksiya kirishib ketgan. Shunda qancha bo'ladi deb proporsiya qilib qo'yishimiz kerak. Demak mana yerda ikkalasini ham 8 ga qisqartirsam 10 ga 2 bo'ladi. Yana buni ham qisqartirsam 1 ga 5 nisbat bo'ladi. 1 ga ko'paytirib 5 ga bo'ladigan bo'lsa mana yerda 20% kelib chiqadi. Demak bu javob mana B javobga to'g'ri keladi. Endi sizda savol bo'lishi mumkin. Mana yerga ozgina tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Joyi yetmay qoldi. Mana bu M dastlabki plastinkaning massasi biz mana yerda qancha kumush reaksiyadan o'tganligini topib oldik. Ya'ni 54 gram kumush plastinkaga o'tgan. Plastinkaga 54 gram o'tganda mana yerda 64 gram mis reaksiya kirishib ketgan. Dastlab
dastlab ham qanchadir gramm bo'lgan-ku, o'shani topib olishimiz uchun mana 16 ni ayirib turib 54 da qo'shishimiz kerak. Shunda 118 gramm bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, mana ma'lumlari -16 ga 54 da qo'shadigan bo'lsak, 38 bo'ldi. 38 tenglik bu tomoniga minus o'tadi. Ya'ni 118 dan 38 ayirsak 80 qoladi. Demak, 80 bu o'sha dastlabki metal plastikaning massasi. Dastlabki metal plastika massasi 100% bo'lsa, 16 gramm reaksiya kirish ketgan bo'ladi. Keyin o'shanda 20% degan javob kelib chiqyapti. B javob ekan.